Xullas ertaga ochilish. Buyursin ilohim. Rahmat. Bolam, Labi, meni rozi qilishni xohlaysanmi? o'zi shu uchun yashab yuribman onam. Unda sen bilan bir ish qilamiz. Meni kechir o'g'lim. Meni katta bo'lganda tushunasan. Ertaga ota-onalar majlisi. Hamma adasi bilan kelsin. Tushunarlimi o'quvchilar? Unda yaxshi dam olib kelinglar. Xayr. O'g'lim, Labi, mana bu pulni olginda do'konga chiqib non olib kelgin, xo'p? Faqat buxanka olgin, maylimi? oyi, yopgan non yesak bo'lmaydimi? Yopgan non qimmat. Buxanka olsang ko'proq olamiz. Xo'p? Xo'p. Bora qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling o'g'lim. Nechta non beray? Shu gapingizni bolaligimda qancha kutganimni bilasizmi? O'g'lim, Men sizni topdim. o'g'lim. Otajon. O'g'lim. Sizni nihoyat topdim. Meni kechir o'g'lim. Yo'q. Men sizga rahmat aytgani keldim. Nima uchun? Men sizlarni tashlab ketganim uchunmi o'g'lim? Bolaligimni tirikchilikka almashtirib ketganingiz uchun. Yosh boshimga mas'uliyat nima ekanligini his qildirganingiz uchun. Uyga non olib kelish bilan non topib kelishni farqini tushuntirib qo'yganingiz uchun rahmat. O'g'lim, sen unda yosh eding. Katta bo'lsang tushunarsan deb o'ylagandim. Men hammasini tushundim. O'g'lim, mana bu sizga umriga yo'llanma. o'g'lim. Allohdan kechirim so'raysiz. Chunki u sizni o'z yoniga chaqirdi. Ruxsat bersangiz, birga boramiz. O'g'lim. Nima bo'lgan taqdirda ham u seni otang. Uni rozi qilishing kerak. Sizni juda ham sog'inganman.